Assalomu alaykum. Har doim ilm olish targ'ibot qilamiz, lekin O'zbekistonda ilm olish boshqa, chet davlatga borib ilm olish boshqa. Nima farqi bor? Chet elda sizni hech kim bezovta qilmaydi, hech kim sizga telefon qilmaydi. Butun fokusingiz ilmda bo'ladi. Xudo xolasa Angliyaga safarimiz bor. Faqat tadbirkor va top menejerlar taklif etiladi. Oksford shahriga aylanishga boramiz. Oksforddagi eng asosiy binolaridan. Bir hafta birga borib, qadrdon bo'lib, har bittalarning bizneslarning ichiga kirib, qanaqadir o'sish nuqtalarini topib, ilm ulashib, birgalashib qaytib kelish nasib etadi inshaalloh. Shunga oldindan harakat qilishni tavsiya etaman, chunki viza olishga ham vaqt ketadi. Kimdir ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. See you in Great Britain.